Bugun sizlar bilan biz yurishga bugungi videoda biza top 5 ta Minecraft'dagi top 5 ta secret yo'lni aytib o'tamiz. Birinchi secret yo'l mana shu yerga kelib qo'ydim. Mana shu yerga keldim. Secret yo'l videoda yurmaga degandim. Biza bitta server ochamiz. ABB deb yozilgandan kiramiz va sizga xarita bo'ladi mana shular. Mana shu yerda ozgina yurib, ozgina yursam, mana shu yerlardan nimadir chiqardi. Videoda ko'rsatilgan edi. Qani chiqadimi yo'qmi? Fake emasmi? O'zi bilib olamiz. Hozir sindirib olaylik diyorlar. Ozgina ko'raylik. Fake bo'lsa, lekin fake bo'lmasin deb bo'lishi ham mumkin, lekin fake o'zi qurib qo'ygandir, o'zi qurib yo'g'ilgandir. Mana shu ro'parasi deydi videoda ko'rgan payti o'zlaringiz ko'ringlar, bitta daraxtni ozgina chekroq deydi. O'zi men sizlarga ko'rsataman qanaqa blokdan edi. Mana bunaqa blok qo'yilgandi. Ana chekkarog'ida mana shundan yopilib qo'ygandi. Qani. Topilmayapti. Bu demak fake. Demak bu fake. Hozir chiqamiz. Yangi server ochamiz. Sizlarda ham o'zinglar Minecraftda shunaqa bo'lyaptimi? O'zi chirim? Qani gapiraman. Yo'q dedim-ku. Qaranglar. Mana bu joyni topishimiz kerak hozir. Qirsin tezroq. Sizlarda ham bu o'zini joyiga paydo bo'lmayaptimi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Hozirchalik kirishsin tezroq. Obunachilar, hozir bizga yangi server ochdik. Ko'rgan bo'lsanglar, bu yerda sandiq. Qanaqasiga? Nimadir yo'qdimi Minecraftda? Bilmadim, bu yasashim. Hozir to'xtab turinglar-da. Kreativ qilib olaylik. Mana shu tarafida meni qiynaydi-da. Mana bosamiz. Kimdir men bilan ulanib shekilli. Hech kim tashlamagan. Qani endi bunda ana shuna oddiygina narsalar. Hozir agar kimdir hozir mana shu serverga kirsa, idealni bu narsadan olamiz. Idealni narsalar qo'yamiz. Lekin hieroglifni belgisida ko'rinarkan. Ozgina yaqinroqdan qarasak.
bular bizga cho'ttam kerak emas. Yarmiga. Telefonda o'ynayapmanmi? Lekin shunaqa qilish Minecraftga shunaqa modlar qo'shishni yoki nimalardir Minecraftda yoki har xil variety modni o'shada variety modi o'shani ko'rishni o'rganmoqchimisizlar? Videoga like bosib obuna bo'linglar. Yasalgan narsalarni qo'yamiz. Vedstak, pechka, tunga bunaqa kechasi tushgan payti yotish uchun bizaga farqi yo'q. Biza kreativda biza bo'lmaymiz. Narsalar o'ziga nobud kerak bo'lib qoladi agar kimdir mana shunaqa serverga kirsa. 64 ta pechka nima deyapti? Xaritani olib bordimmi? Hech qisi yo'q. Bizaga farqi yo'q. Ozgina kichikroq. Shu uchun bizdan skinimizni qaranglar nima deyapti. Prinsessa videolarini ko'rganmisizlar? Kira bilan astronomik sekret joy bo'ldi. O'sha joyni qidiryapman men. Qaranglar, suv mana shu suv oqishini filtrlab. Qaranglar, mana shunaqa modlarni olmoqchi bo'lsanglar, Minecraft Plus degan unaqa Telegramda yozasizlar. O'sha yerda xohlagan biron bitta modlaringiz bor. Mana suvni shaldirlashni o'zi ham chiroyliroq ozgincha. Mikrofon yoqilgan ovoz. Mana haqiqiy suvga o'xshaydi. Buni biz qanaqadir modlar qo'shamiz va o'shanday video chiqaramiz. Bu narsa sinab ko'ramiz. Grafika nima deyapti? Mana takkalasam shuna ko'rsatadi. Uni qaranglar. Agar 100 dan mana bunga qilsanglar, mana shunday qilib sekretlarni aytib o'taman degandim. Nimagadir serverga kirgizmay qo'yapti. 100 tasini qilmaymiz deb. Hozir точно zo'r chiqadi. Sekretlarni unsi videoda aytib o'taman hay. Lekin like bosib, agarda ana shu videoda 10 ta podpiska olib kelsa va yana 15 ta shu 30 ta like yig'sa, men ikkinchi qismini chiqaraman. Bunda top sekretlarni ikkinchi qismda aytib o'taman. Bu hozir har xil
eng oson yo'llarini ko'rsatyapman. Minecraftda shunaqa qilsanglar. 0 kun yashadim o'zi Minecraftda. Mabotiga shuni. Yo'y. Yotib oldim bu. Ucholmayapman. Yotib olsa ham bo'larkan, sovuq qotdi. Kreativda sovuq qotmasdi. Shkil. Madir shotdan xato ketdi. Hozir mana bu yerga qo'ygandim. Mana shotdan shunaqa qilamiz. Nimaga xato ketyapti? Rekordni shunaqa qilgandim. Aytgancha obunachilar rekord YouTube'ga qaytdi. Shuni bilib olinglar. Nima bo'libdi? O'g'ringlar, uzman yotib olyapman. Yana bitta gapim. Men Minecraftda yangi qo'shilib keldim hozirlari. Men Minecraftda yangiman. Mallab qurib olamiz. Oy. Tagga kirib ketdimmi? Qo'ridim bu. Uy, nima bo'libdi? Men bilan taggiga kirib ketyapmanmi? Bu qanaqasiga? Mana shu yerga 3 ta qo'yaveramiz. Endi esa botdan uzmin. Tagga kirib ketdi. Obunachilar. Qaranglar endi. Wow. Qaranglar, sovuq qotganda shunaqa qo'rlan tagga kirib ketyapti. Hozir yana ozgina ko'proq qo'yamiz. Piu. Mirchali u narsalarni sindirib tashlaymiz. Biza qo'ysak. Men buni bo'lyapti. Qarashga ozgina temeta qo'yamiz. Ashutda tepasiga tagiga kirib ketdi-yu. Mana bot unaqa ekan. Qo'r ekan. Qo'lasizlar. Mana tagini ham temeta qilib qo'yamiz. Yo, mana shunaqa qo'yaylik. Va shataq. Shataq. O'sha turmayapti, temeta. Shu yerdan bitta qo'yaveraylik. Shu yerga bitta. Qarang. Pum qilib bitadi. Hozirgidek bo'ladi. Mana bu narsalar menga kerak emas. Mana menga mana shu blok kerak. Biza bugun bu videoni o'zgartiramiz, dem 100. Qaranglar, hozirda kun yozilgan.
Hozir shuni uyni qurib olib, kreativ bo'laman. Survival bo'laman va keyin o'ynaymiz. Jonlida. Bunaqa narsalar tez sinadi. Minecraftning yarmini, Minecraftni ba'zi joylarini bilaman. Ba'zi joylarini bilmayman. Suqariladi. Kechqurun tushsa, hech narsa ko'rinmaykan. Nimaga? Men birinchi marta bilishim. Nima? Tovuq. Kechqurun zombilar hujum qiladi bizga. Akkachi, kreativda qilmaydi. Survivalda qiladi. Polis quramiz uyning ichida emas, ikkinchi etajda. Lekin u ham uyning ichida bino. Ikki etaj quramiz, lekin menga ikki etaj uylar yoqadi.
Sosirane kilosu mu? Ha, kaçır po, kuli kilosu namle makul. Nasa kita mamma ne yaptı da? Vay. O tamına uğraş buna bizim etraman yok öyle. O şekilde öyle yok. O tas olmuştu. Vay. Hı? Çık bakalım. Tamam kaçır. Dediğine spor var. Koşla koşla. Artık toz atsan gibi kursan. Soçum rezin kam toplamıyorum benden. Geç akınan rezin kam hiç büyüttüğünle hiç büyüttüğünüm. Bakın nana ki gitmek rezin kam tok gitmeden benim gaprela da soçun yığına değil. Yığına şu rezin kam toplamıyorum. Ale. Lama. Ana çıkıp. Rezinçen top top rezinçen muam bakma. Haber tozalana uyuyan tozalana diyor. Tozalana ustan çama oraya şimdi değil. Tozalana şöyle kılıp. Bu kadar kişi zaten bu.
ana endi gapiramiz. Qaranglar. Men chunki uyimni chiroyligina qilib qo'ydim. Chunki menga shunaqa uylar yoqadi. Men Minecraftda ko'pincha unaqa emasman. Professional uy quruvchi emasman. Takrorlayman, professional uy quruvchi emasman. Ustimdan kulsalarim qaranglar. Chiroyliroq chiqqan. Ancha bo'lsa, ozgina bo'lsa ham chiroyli chiqqandir. Videoga like bosib, obuna bo'lib ketinglar. Hech bo'lmasa har kuni video olaman. Chiq. Nima? Poliz pastga qurib olmaymiz. Shutlarga tashqarisiga ozgina joyiga poliz qurib olamiz. Ikkita pechka, chunki biz narsa pishirayotgan paytimiz ikkita pechka qilamiz. Minecraftda bunaqa joylarda qo'yib bo'lmas-kan. Mayli. Taxtaga qo'yamizmi? Tutinglar. Pushtiraymi? Men pushtirayni yaxshi ko'raman. Men bunaqa daraxtni umrimda ko'rmaganman. Endi nima qilsak bo'ladi? Mana shu yerda poliz quramiz. Endi yana muzika ham qo'ymoqchiman-da. Qo'yib yuboraymi? Suv ham qo'yiladi hozir poliz uchun. Suv qo'yilmasa poliz bo'lmaydi. Aytgancha mana bunaqani olib tashlaymiz. Steak ham sandig'im to'la steak bo'ladi. Sandig'i to'la steakdan to'ldirib tashlayman. Chunki en kun davomida steak yeyman. Mana shu Minecraftda 10 kun yashab beramiz. Bu ham qiyin. Videoga albatta like bosish kerak. Like bosishga arziydi degan umiddaman. Suv solish joyini mana shunday qilib qo'yaman, chunki uyimizdan sharillab chiqib ketmaslik kerak. Mana shunday. Yopiq emas. Ikkita tarafda suv kelib turadi mana. Chotki bo'ldi. Va men polizni taxlash boshlayman. Urug'lardan olamiz. Menga farqi yo'q, qanaqa urug'lar bo'lsa ham. Men hammasini qo'yaveraman. Ag'darish kerak edi. Menga neziriklik kerak. Hozir men sizlarga qaysidir obunachilarim bilmasa, men sizlarga zo'r usulni shunaqa qilib o'yga qaratib bitta bunaqa qilsanglar kiyib olasizlar. Men shundoq kiyish men uchun eng oson.
usul. Bu yerga qalqon qo'yib qo'yamiz. Agar qaysidir zombi yoki nimadir menga hujum qilsa-da, o'sha uchun men hamma narsani olib turaman. Yo'q, hozirchalik bizga lopatka bilan kirka kerak emas. Nimaga bu unaqa deyapti? Mana hozir Minecraftga yangi narsalar qo'shildi. Shomisilar ko'rsataman mana. Nayza. Bular bilan o'ldirish oson, ha. Zombilarni nimalarni o'q olib olamiz. 64 ta. Yo, steak olsa bo'ladi. Chunki bizaga zombilar hujum qilishi mumkin. Ha, hamma narsani men kreativdan qildim. Hech qisi yo'q. Ha. Hech bo'lmasa birinchi bo'lib qo'yib ko'ring shekilli. Qilgan bekor bo'lyapti. Polis shundaymi? Mana bo'ldi. Va urug'larni ekib chiqamiz. Minecraftda 1 soat o'tmay hammasi 1 soat hamda 2 kun 3 minut o'tmasdan hammasi bo'lgan bo'ladi. Mana uqmadingmi? Bunday qilib chiqamiz. Mayli, hech qisi yo'q. Zato bizda bo'ldi. Olib qo'yamiz. Va sandig'imni nimadan to'ldiramiz? Va steak bilan sandig'ini to'ldirib tashlaymiz. Bu yerga bitta narsa yetishmayapti, shotam. Ha, demak bizga sweetlik emas. Shu har xil rangida olaman, har xil. Mana ko'kidan yashilidan. Shunday ketmaslikda ketamiz. Bizga kerak bo'lib qolar, navodo o'sha uchun. Sandiq ochilmayapti. Bitta narsani xato qilib qo'yganman. Ozgina teparoqda qo'yamiz. Inchkoni. Chunki sandiq ochilmay qoldi. Shotki. Hozir biza uchun eng kerakli narsa steak. Non, tort, oziqlanuvchi ovqat narsalar. Tovuq go'shti. Aniq bilaman, bu narsalar meni 10 kunimga yetadi. Lekin bu narsalar bir galam. Minecraft beta qo'shildi bitgancha.
50 bo'lishimiz kerak. 50 ta obunachiga berishimiz kerak. Endi esa kreativga o'tamiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi survaldagi tamam. O'tdi mana survalga. Hammasi. Bu yer bize uchun ish qo'yish ishimizdan chiqibdi. Voy isim qursin, bu yerga hech qanaqa eshik kerak emas. Shu eshik sindiramiz, pastki qavatga qo'yamiz. Chunki tepadan hech qanaqa maxluq kela olmaydi. Zombilar kelmasdan qo'yamiz. Yes. Open chat deyapti-da. O'zi bitta bo'lsaylik tam. Va endi yana qilishimiz kerak. Endi tepaga chiqib, ikkinchi etajga chiqib uxlab olamiz. Hammaga xayrli tong. Bugun ikkinchi kun boshlandi. Ertalabdan turamiz. Tonuslarni olamiz. Voy, qaqqa tushdi. Pastga tushishi yetmay turuvdi. Bittadan tushyapti-ku. İkincisi qaqqa tushyapti. Mana to'rtta. Voy, jonim. Voy, butga qanday chiqamiz? Eshik qani? Qayerda eshik? O'lib qolmaslik kerak. O'lib qolsa dabdala. Voy, hozir blok sindiramiz. Blok. Zombilar kelmasdan xizmat qilib qo'yish esimizdan chiqdi. Shu tushib ketdi, jonimiz ham yarimtagina qoldi. Uch qoldi. O'sha uchun sandig'imdan olaman, bitta tort yeb olamiz. Bu yerga qo'yamiz va ana yarmini olib qo'yamiz. Mazza deb mana polizim yarmini yig'ishtirmayapti. Yig'ishtirib olamiz. Ekib chiqamiz. Ketardik oğlum. Tushib ketmasak bo'ldi. Kam bo'ldi. Eng qizig'i Minecraftni haqiqiy qishloq bo'lsa, hozir men mer bo'laydi. Merga qarab ham o'tirmayman.
Soliqlarni to'lang. Soliqim yo'q. Ozgina cho'zilib o'taman. Kelinglar bitta kitob o'qib olamiz. Chun bittasini sindirishimiz kerak. Kitob. Va bobocha ana kitobni ham o'qib oldim. Bir usmonga qaraylik. O'rgimchak turibdi. Urmasa bo'ldi. Ko'rib qoldi. Eshik qurmadim-da mana shu yerga. Qurgandim, pastga qo'ydim. Pastda to'xtaylik, qani o'rgimchakni o'ldirib bilamizmi, yo'qmi? Bir stek. Tushib bo'ldi. Buni kech qurdim. Mana shu chiqamiz. Qaysi biron bitta zombi yoki skeletlarni o'ldiramiz. Mana shu turib va qani. Bittasini ko'rdigan shunaqa qilib shalaqqa borib tegadi. Hozirchalik qaranglar, уже 56 follow mana shu yerga ketkazdim yarmini. Qaranglar, bunaqasi yoqadi-da menga. Tez o'tiladi. Hozir ko'rsataman. Sandiqqa tegib ketdi. Ko'rganmisizlar? Mayli. Hozir men bitta ish qilib olaman. Menga hech qanaqa narsalar kerak emas. Hozir mana bunaqa bilan bunaqa kerak. Ularni yasash uchun. Bizlarga kerak emas. O'sha uchun yasab ko'rmaymiz. Bizga tushdik. Tutinglar, o'rnashinglar, menga bitta g'oya keldi. Mana shu shaxta qilib olaymi? Ozgina qattiqroq bo'ldi. Давайте shaxta qilamiz. Bu yer ozgina alam qildi. Bundan ozgina. Qo'yib chiqaveramiz. Aka keldingizmi? Yo'q. Nimaga men yo'q dedingiz? O'yinchilar qaraydi, mana bular chiqib ketgan ekan. Mana ozgina chiroyli. O'yin yaxshi qurgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib ketinglar. Pim. Biri ham chiqib olmayapti-da işte. Ozgina nosozlik bo'ldi, nosozlik. Vestagim qani mana? Vesta qo'ymadimmi? Mayli. Mana shuni qilish uchun taxta kerak bizga. Bizda esa tosh bor. U toshda esa pechka yasab bo'ladi.
tabiat go'zal olamdir. Shader qo'shishni bilmayman. Shunchaki o'ziga shader qo'shilgan ekan Minecraft. Kirib o'ynayverdim. Akam qo'shganmi? Akam yaxshi qo'shadi. Men vobshe bilmayman. Verity modini ham qo'shishni bilmayman. Nu tashlayman. Ko'ryapsizlarmi? Nu norma. Navbatdan kitob bo'ladi. Buni qilsak bo'ladimi nima? Qayta qilsak bo'ladimi? Qaranglar, bizda bu shunaqa. O'zi bizda endi qaranglar, endi biza mana buni tepasiga chiqib olib, biron bitta ish qilmoqchi biza. Bo'lmas ekan. Mana shu yerdan bitta ish narsa qilmoqchiman. Mana shu biza hozirchalik bizda mana bunaqa kirka bu. Bu kirka bilan biz sindirib olamiz buni. Tez sinargan. Mana ujum ketishyapti. O'tirib olamiz va uyimdan tushib ketmasam bo'ldi. Siz bilasizlarmi, uydan tushib ketsam nima bo'ladi? O'q hozir olishda. Ikkala o'qni ham inventarimga solib va o'tib ko'ramiz. Qani? Ketarkan va Давайте, kechroq tush. Kech tush. Qaranglar, mana shu suv yo'qdek ko'rinadi, lekin suv bor mana. Suv bor. Lekin yo'qdek ko'rinadi. Minecraft o'zidan qo'shilgan shaderda bu. Minecraftni yoki o'zida bir qani o'tib ko'raylikchi. Вот так. Yulduz bo'lib qoldimmi? Qatki. Mashitga tushdi. Ket. Hali zombilar yo'q-ku. Skeleton. O'zi bittada yo'q qilaveramiz. Qanday? Skeleton, qanisan? Skeleton. Bizden ko'rmayapti juda. Ket. Bulduk. Bizdagi stek hamma narsasi bor. Qani mazza qilib turamiz. Mana Minecraftda eng yoqadigan narsa bu kamon otish. Kamonda easy da men uchun kamon. Ko'rdinglar qani? Uyqum qancha? 17 ta qolibdi. Bunaqasi ketmaydi, endi ishlatmayman. Kamda 17 ta.
Qani non? Voy. Bir dona va voy. Marshrutka. Qo'yamiz bittasini esa sandiqqa solamiz. Albatta bular mana 10 kunimga yetadi. O'sha 8 kun qoldi. Steak bilan go'sht yaxshiroq men uchun. Va yana bitta steak. Ikkita tovuq go'shti. Non. Qornimiz to'ydi. Shekilli. Bitta steak bilan to'ldirapman. Har kuni qornim bitta steak bilan to'ldirapti. Qani uxlaymiz. Endi bugun 3-kun. Ertalabdan turamiz. Qo'l yuzimizni yuvamiz. Va ovqatlardan yeymiz. Yevoldi ovqatdan. Urug'ni ekib qo'yamiz. Va 2 kun ketmon kerak bo'lib qoladi. Nima u kuchukmi? Bittada yo'q qilamiz. Voy, it ekan. Itni go'shtim yo'q-ku, lekin nima antishlaganman? Men bu yerdan daraxt o'saman bo'ladi. Yo'q, men bu yerda ov qilaman. O'taman, lekin yemayman. Qanaqasiga ko'payib qoldi? Kecha 17 ta qolgan. Voy, tushib qoldi. Men o'qim uchun tushmasam bo'lmaydi. Mana shuni sindirib olaman. Qavatımdaki uyum yapışıkta tam issiq dedi. Keyin svetlar ko'p. Mana bu. Hammasini ketmon bilan qisib chiqishimiz
Bizga kerak. Sekda bo'ladi bu. Bu it olgan narsa nima edi u? Cocket rabbit. Quyon go'shti ekan. Qornim och emas, hozirlar to'q desak bo'ladi. Zerikib ham ketdim. Bu videoni 57 minutdan ortiq bo'lib ketdi. Mayli, 1 soat bo'lsa ham YouTube kanalimga qo'yib bo'lsam bo'ldi. Qani. Mana shu yerdan o'sha sakrab bo'lmadim. Sakrab bo'lmadi-yu. Sakrash shart dedim mana shu. Obunachilar, serverimga kirmoqchimisizlar? O'zi kimdir kirsin, o'zi har kuni o'ynayman soat 2 da. Gamme itis pause. Mana skinim. Hech kim olmagan degan umiddaman bu skinni. Kira ham Roblox o'ynaydi. Kirani men faqat Minecraft o'ynayman deb o'ylagandim. Men ham faqat Roblox o'ynamayman. Minecraftdan ba'zi paytlari o'ynab turaman. Chunki Minecraftning yaxshi tomonlari ham bor. Robloxda menga durzitishinglar. Hozir men ismimni aytib o'taman. Zulfiya 6702. Qaranglar, aktiv tot hafta. Hozir biz mana bunaqalarimiz ham yo'q qilib olamiz. Bo'lsa ham bo'ladi. Nima qildik? Kelinglar. Like bos. Yeri bo'ldi. Like bos. Like boshqalar deb yozilib ketdi. Mayli. Obunachilar, уже 1 soat bo'ldi video. Mayli, 3 kun yashadi-yu. 3 kun yashadik-ku. Lekin zo'r video bo'ldi. Ikkinchi qism uchun like bosasizlar va obuna bo'ling. Hammaga xayr.